Binafsha shu'lasi kitobidan ilhomlanib qilgan boksimiz tezda tugab qolgani uchun ko'pchilikning iltimosiga binoan yana yangicha variantda boks tayyorladik. Boksimizga aynan shu kitob vaybini beradigan dekorativniy bloknot qo'shganmiz. Muqovasini ko'rishingiz bilan o'sha gullar suhbati yodingizga tushadi. Kitobning ikkinchi qismi chiqqanda kitobdan olgan iqtiboslarni yozish uchun shunaqa Pinterest bloknot qo'shganmiz. Bu ham binafsha rangida. Bitta binafsha rangida gulli nakleykalar qo'shganmiz. Ichidan esa har xil ranglardagi, turli fasllardagi gullar va daraxtlarni topishingiz mumkin. Bitta kapalayli nakleyka qo'shganmiz. Kitobxon qizlar tartibni juda ham yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun bitta kunlik planer qo'shganmiz. Bundan o'zim ham foydalanaman. Kitobdagi aynan hayo obraziga o'xshagan tinib tinchimaydigan Pinterest qizlarning nakleykalari bor bo'lgan nakleyka kitobcha qo'shganmiz. Yana bitta dekorativniy skoch hamda gulli zaborli nakleykalar qo'shganmiz. Ikki xil ko'rinishda, ichidan ikkalasini ham 10 tadan chiqadi va ikkita ruchka. Naborimiz narxi profil shapkasidagi Telegram kanal. Videoni bu kitob fanatlariga yuborib qo'ying.